4-chi qism. Ko'z oldidagi manzarani ko'rib, teximi bak cho'chib ketibdi. Va nurg'un ishlar qizga ayon bo'lgandek qilibdi. Aslida qizning uyida necha vaqtdan beri mo'may ziyoqida turib kelayotgani yiliqi muthamning shahratparaz ayol tuqquni bo'lib, qiyri mo'may ziyoqida yasinib, ularning uyiga berib, ularning ishonchisiga erishib, qizning erining bozorga kirib ko'za va kashlarni sotqili kirib ketgan fursatdan foydalanib, qizni aldab sho'rpa qaytib beraman deb sho'rpaning ichiga uyqu dorisi selib etib, qizni o'ysizlantirib, qizni o'zining uyiga elib kelib, o'zining xizmatkori qilib olmoqchi. Va qizning kashlarining hammasini o'zining qilib olmoqchi bo'lib, boshqalarga yuqori bahoda sotmoqchi bo'lgan ekan. Qiz bo'lsa, u ayolga yalvorib, "O'tinib qalay, meni qo'yib eting. Siz nima desangiz men shuni qilay. Deganlaringizga ma'qul bo'lay. Siz bizning uyimizda turganingizga, sizga shunchalik kuyinib, sizga xuddi o'z momamdek muomala qildim. Erimmi sizni yot ko'rmay, uyimizdan sizga bir kichik o'rin berdik. Biz zodi nimani xato qilganligimiz uchun bizga mushundaq muomala qilasiz. Nima uchun yaxshi ko'rishganlarni ayirib etasiz?" deb yig'lashga boshlabdi. Biroq u ayolning kallasida faqat pul va o'zili bo'g'anligi uchun agar shundoq yasinib bormagan bo'lsa, shundoq qilib ishonchiga erishmagan bo'lsam, senlar hargizmi meni uyingda turg'izishmaydi. Endi qo'rq gapni qo'y. Buningdan keyin men nima desam, men nima ishga buyursam deganimni qilasan. Mening buyruqimsiz bu uydan bir qadam otlaydigan bo'lsang, ko'rgiligingni ko'rsataman, deb qizni uyining ostidagi omborga solib qo'yibdi. U razil ayol qizga yo bir tuzukrak yotgan ko'pa va yoki issiq tomoq bermaydigan bo'lib, qiz faqat qattiq yada choshqonning chirillashlarini anglab, bu ayol akirib bergan suyuq sho'kirish bilan qattiq nonni yeb, bu ayol dövlab akirib bergan yeb va raqtlarda kunda har xil kashlarni shom yo'riqi ostida to'limi tasdiqlashtilaydi ekan. Yigit bo'lsa, ko'zlarni setib, ayolning qilgan kashlarini mo xeli jiq pulga setib, burun ayoliga hech qanday sovg'a yoki to'yliq berilmaganligini o'ylab, o'rnini to'liqlab, ayolini xush qilish uchun to'limi chiroyli bir o'zik setib olib, uyga qaytib keldi. Lekin uyi bo'lsa, o'ng ta'tir chinning sunuqlariga to'lgan bo'lib, ayoliga aniqli bir ish bo'lganligini pamlagan yigit ayolini izlashga boshlabdi. Lekin ayolini hech yerdan topolmabdi. Aslida yigit o'zik og'ili kirishdan burunla eliqi mutamning singlisi allaqachon uning kayniga odam qo'ygan bo'lib, uning uyini tepib, uning kayndirli agishib kelib, uni urib, u qizni chala o'lik qilib qo'yib ketib qopti. Qizning bu yerda shunchalik xo'rinlayotganligini ko'rgan yiliqi xizmatchi qizga ich og'ritib, qizga har kuni yoshirincha yeydigan narsalarni akilib berib, qizning holidan yaxshi xabar elayotgan bo'lib, mana bugunmi o'xshashla qizning holidan xabar elish bilan birga yana uningga u o'ylabmi boqmagan shum xabarni birga elib keldi. Xizmatkor qizga qarab, "Elang singlim, bu to'g'ashni yeveling. Bugun xo'jayin ayol etiganlik nashliqni qilib bo'libla meni nurg'un ishlarga buyurgan. Shularni qilib, ondan yeningizga kirgich kechikib qoldim. Singlim, sizga yana bir ishni demoqchiman. Lekin cho'qim o'zingizni besib eling." Bu gapni anglagan bechora qiz Hurrixonning ko'zlari cho'ngib, hayronlikda va nemish ekanligiga qiziqib, xizmatkor ayolga tikilibdi. Xizmatkor ayol ig'ir birni uxtatib o'tgandan keyin, "Singlim, sizga xo'jayinimizning bir yaqin tuqqanining ko'zi tushgan bo'lib, lekin sizni zodila izlab topolmabdi. Ammo u eringiz Nusratni topsala, sizni mu topalaydiganligini bilib, eringiz uyga qaytgan yo'lda uning orqaga odam selib, sizlarning uyinglarni tepib kelibdi. Lekin uy ichida siz bo'lmag'achqa yana kelib, eringiz mu ayol xo'jayinning sizni bu yerga elib kelganligini uqalmaganligi uchun ularga undamay turib olganlikdan tayoq sarpisidan u dunyoga ketibdi." xizmatkorning gapining oxiri tugamasdilla, Hurrixa
xizmatkor bergan nonni yutmasdan o'shidan ketib yerga yiqilibdi. Jidilishib ketgan xizmatkor bir chini suvni tezlik bilan ko'tarib kirib O'rliqaga sepibdi. O'rliqa andiki boshiga kelgandan keyin Nusrat mening umrlikim. Nusrat mening hayotim. Nusratsiz hayotning menga nima keragi? deb ko'z yoshlarini yomg'ir qilib yig'lashga boshlabdi. Xizmatkor bo'lsa O'rliqaga to'xtamasdan tasalli berishga boshlabdi. Lekin nimali degan bilan odam bir ish boshqalarning beshiga kelganda yo'l ko'zitib so'zlashga usta bo'lgani bilan o'zining beshiga kelganida amalsiz qoldiganligi uchun O'rliqaning hozirgi hissiyoti yoki dardiga darmon bo'lamabdi. O'rliqa bir oz yig'lagandan keyin o'zini tomga ustirib o'lib olmoqchi bo'pti. Lekin shu asnoda tuyuqsiz ko'ngli aynib o'l qilishga boshlabdi. Xizmatkor bir narsani tushungandek bo'lib, Oy singlim, sizning bo'yingizda qolgan o'xshaydi. Ana bo'lg'idaksiz. O'rliqa bo'lsa, erimning hayoti badliga kelgan bolamning nima kerki deb tomga burun qudimni bak qattiq usibdi va xizmatkorning tutib olishiga ulgurmasdan yerga yiqilibdi. Kash bo'lishi bilan ayol xo'jayin qaytib kelgandan keyin O'rliqaning chiroylarining sarg'ayib, tomoqmi yemaganligini ko'rib, o'lib qilib pul tepish yo'lim uzilib qolmasin deb uni yer osti uydan elib chiqib, ustidagi tuzukrak hujra uyga o'rinlashtirib, uningga beradigan tomoqning turini ko'paytib, burunqidan yaxshi muomala qiladigan bo'pti. Lekin O'rliqa har kuni degidek yig'lab, ko'zidan yosh qurimabdi. Va bergan tomoqimi ishtoyi bo'lmay, bag'ansir uruqlab, chiroylari totirishga boshlabdi. Lekin ayol xo'jayin har qancha chiqibmi uning tigiga yetamabdi. O'rliqaning tinining ojizlashiga agishib, kashtilgan raxtlari bag'ansir ko'rimsiz, suritimi bag'ansir osta bo'lib qopti. Bundaq ketiverganiga chidamagan ayol xo'jayin har xil usul bilan O'rliqani burunqidek chiroyli kashti qilishga ko'ndirmoqchi bo'pti. Biroq har qancha qismi O'rliqaning kashtisi chiroyli chiqmaganligi uchun balkim O'rliqaga yetarlik yaxshi muhit yaratib bermagan o'xshayman deb uning bu katta qo'rining ichida xohlagancha kirib chiqishiga ruxsat qildi. O'rliqa garchi burunqidan erkin bo'lgan bo'lsa-mu, bu katta qo'ri va uning ichidagi barliq narsalar uningga o'zining burunqi ko'ni kapsi va yaxshi ko'rgan eri Nusratdek xo'shallik, mehr, muhabbat va bexatarlik tuyg'usi beramaganligi, shundaqla uningmi Nusratni bak yig'inib ketganligi, Nusratning o'lganligidek qismatga bosh agmaganligidan o'lib olmoqchi bo'pti. Biroq nurg'un qitim ayol xo'jayin uni to'sib qopti. Bu ko'z oldidagi bo'layotgan ishlarga chidamagan xizmatkor O'rliqaning xo'jayin yo'q vaqtida yeniga kelib, Singlim, bundaq ahmoqlik qilmang. Hozir siz bir jalla emas. Qo'rsiqingizda yana eringiz Nusratning bolasi bor. Bola uchun bo'lsa-mu, cho'qim yaxshi yashashingiz kerak. U eringizdan qolgan birdan-bir tavarruk. Uningdan ayrilib qolsangiz bo'lmaydi. Bolangiz uchun bo'lsa-mu, texmo yaxshi, xo'shal yashang. Bolani cho'qim tug'ib, yarimli odam qilib tarbiyalang. debdi. Aziz anglovchilar, Qumliqdagi qiz nomli asarning 4-qismi mush yerda tamomlandi.